Okalar 721 Motors'da Equinox 2022-yil 48 ming yurgan, 441 millionlik pozitsiyasi, holatlari zo'r, rangi qora, ideal mashinamizni sotuvga keldi. Okalar, mashinamizning orqa eshigida kraskasi bor, qirilganiga sepilgan ekan. Pitno bo'lgan, ataklak sepilgan ko'rinish eshigiga. 4 ta yangi baloni bor, krugoy tayyorlik ruxsatlari bor. 441 millionligi ko'rishingiz mumkin. 472 millionlik bilan Xedab bilan Abduxda farq qiladi. Holatlari zo'r, qora avtotikan patologlari, panorama tom katta, qizil ipda tikilgan ko'jali sidenalar, rullar, apshipkalar, hamma joylari ideal. Zo'r holatda turibdi. Orqa salon holatlari. Orqa salonlari va shu zo'r holatda turibdi. Orqalari. Hozir sotuvda ham kam, bunaqa narxda kam. Bagajlarni ham ko'rishingiz mumkin. Bu 5 kishilik bo'ladi. Katta bagaj. Bagajlari ham top-to'z turgan ekan. Elektr priютda bagajlari. Bu 2022-yil ishlab chiqarilgan Equinox 48 ming yurgan, 441 millionlik pozitsiyasini sizlarga 25.300 AQSh dollariga beraveramiz.